Qachon bo'lsa bir o'lim, ya o'lim ya bir ko'rim, ochil. Ochil. Ochilganda bir gap bor. Ochil. Toshqanday qo'rqib 100 yil yashagandan, arslonday yuraklik bir kun yashagan yaxshi. Men endi qo'rqmayman. Canım bolam, benim yürgüm ağrıp da duruyordu. Özleri bir tarafga ketgan bo'lsalar, yaxshi bo'lam degan deyman. Qachon nur chechib, atar oltin ta. Otmam deganda bo'lmag'in hamta. Subhi yordi bu ta. Bari bir o'tar. Turpan kechsi. Yo'l bo'lsin Abdusami aka, nusrat tilaymiz. Enim Abduxoliq Uyg'ur. Kuchonni olmoqchi kammaymiz. Açıl. Nima açıl? Qizilgul açıl. Tamoqdan keyin bir oz choy ichib tamoq singdirgan mehmonlar kech bo'ldi deyishib tarqashqa boshladi. Bugungi mehmondorchilikning keyingi bosqichlarda bularning bu xil o'ltirishlariga biror qitim daxil bo'lishning ziyni yo'q ekan degan tonishga kelgan shoir ko'pchilik bilan birlikda uzab o'z xonasiga qaytdi. 10-bob. Iyul oylari edi. Shoir bugun noshtadan keyinla shahar ichi tarafga qarab maqdi. U bugun Fanyovnan bilan ko'rishish yo'lini izlamoqchi edi. Dönkö'rükdən oquvqichi bo'lgan orliqda bir qavatli kesak uylar intayin ko'p edi. Bu uylarning qilin laydalgan o'gizlari oldig'i engshangi bo'lib, ketman shapkining lapkisidek ko'rinadi. O'gizlarda ko'klab ketgan qora o't va bug'doy moyislari monumendab ko'rinib turadi. Bu oraliqda dan saroy, oshxona va do'konlar ko'p bo'lib, do'konlarning to'lisida dadur, purchoq, qandolat, pilt qo'ymoq, lag'man, langpong, yem-xashak, un guruch, yog' va harva jabduqlari setiladi. Ro'za hoji masjidi tarafga yaqinlagan seri Qashqar xotellik savdogarlarning do'konlari, qassobxonalar, navoiyxonalar, zilchi gilam, mato chekman do'konlari ko'p edi. Oqquq oldidagi Agmat ko'chada gazmol do'konlari, soat remont do'konlari, sarob sargarxonlar zich bo'lib, Uyg'ur xanzu tijoratchilar oralash edi. Shahar markazi boshqa bir dunyo edi. Bu yerda cho'ng-cho'ng gazmol do'konlari, dorixonalar, maxsus oltin jabduq do'konlari ko'p bo'lib, butunlay xanzu tijoratchilar bilan to'lgan edi. Shoir uzun bir ko'chani tomosha qilib, Jangjun Yamulining oldiga kelganda osh vaqti bo'lib qolgan edi. Jangjun Yamuli Urumchi shaharni o'rab turgan sepilning ichida xuddi optoqqa bog'lab qo'ygan pildek cho'qchiyib turadi. Yamulning oldi tarafi yog'och salosin bilan to'silgan bo'lib, naq o'tirisida cho'ng darvoza bor edi. Darvozaning ikki tarafiga og'zini yo'g'on echib turgan hayvatlik ikki tosh shir qo'yilgan edi. Uningdan 10 qadam ichkarida 4 askar miltiq tutib post turadi. Yamulning g'arbiy temida yana bir kichik eshik bor edi. Bu eshik ko'pincha quluploqliq bo'lib, uningga bir askar yamoqchilik qilg'ach qaraydi. Salasuni bo'ylab ketgan uzun ham kengir bir ko'cha bo'lib, uning Yamulga qarshi qanotida qator ketgan tikimchi do'konlari bor edi. Tikimchilar tikib tayyorlagan kiyim-kechaklarni jozlarga kiydirib egiz esib, xaridorlarning talab etishiga osonlik yaratishgan edi. Kiyim-kechak setib olg'uvchilar odatda bu bozorga ko'p keladi. Shoirning put-qo'li talgan edi. U bir do'konning oldiga kelib, uzunchaq o'rindiqda o'ltirib kiyim-kechaklarga nazar solg'ach aram elayotganda, do'kon xo'jayini shoirni xaridormikin deb atayin chiqib, illiq chiroy bilan yaqinlab keldi. Yaxshimsiz xo'jayin? Yaxshi. Sodingiz qandaqroq? Yomon emas. Har holda non tepib yeyotimiz. Voy, siz xanzuchini bak obdan so'zlaydi ekansiz. Men bir oz xanzuchi o'rgangan. Yaxshi gap-ku. Nada o'rgangan? Urumchidimi? Har qanday bir odam o'z ona tilini boshqa bir millatning odami bilsa, bilgandimi talaffuz jihatda mukammal egilsa xush bo'ladi. Shu sababdan xo'jayin bugun tasodifiy kelib
do'konida o'ltirgan bir Uyg'ur bolasining o'lchamlik Beijing talaffuzida so'zlaganligini anglab, bir tarafdan xushal bo'lsa, yana bir tarafdan hayron bo'lib, tabiiy yo'sinda yaqinlik his qilgan edi. Yo'q, men Turponda o'qigan. Siz Turponliqmi? Yoshkansiz, o'qishni davomlashtiring. Qalamda yaxshiroq non tepib yegili bo'ladi. Bugun siyosiy qonun maktabida bir sinf o'quvchi o'qish bitirdi. Yang Jangjun, Jintingjan qatorliq boshliqlarning hammasi bugun shu yerga ketdi. Bu maktabda o'qib chiqqanlarning to'lisi ambal bo'lib yurt so'raydi. Bizda parch-pirat kadr bo'lgandan biroqla ambal bo'l deydigan bir gap bor. Ambal bo'lish yaxshi ish. Sizmi shu maktabda o'qing. Fan Yovnanmi shu maktabga boramdi. Albatta, u kishimi bor edi. Umi to'rt cho'ning birida. İdaresi nada? Xorji mahkamasida. Uyuchu. Bilmayman, lekin izdisi topqili bo'ladi. U degan xeyli mashhur odam. Ajab inchiklab so'rab ketdingiz. Uningda bir ishingiz bormidi? Uning bilan tanishamsiz ya? Yo'q, endi tanishmoqchiman. Shu chaqda ko'chaning g'arbiy beshidan 8-10 dik cherikning muhofizatida kelayotgan Mapi ko'rindi. Xo'jayin diqqat bilan qarab, kim qaytib keldi ekan? Ha, Jintingjan qaytib keldi-da. Ang'icha Mapi yetib kelib Jangjun yamulig'iga kirib ketdi. Murosim tugab qaytib kelganmidi? Farzimcha, murosim oyoqlashmadi. Agar murosim oyoqlashgan bo'lsa, oldi bilan Yang Jangjun qaytib keladi. Bu kishining apyun xumori bor. Balki apyun chakili oldirib baldir qaytib kelgandi. Shu arada do'kon oldiga 3 qozoq keldi. Ulardan ikkisi cho'ng kishi, biri kichik bola edi. Ular do'kon oldida o'ltirgan shoir va uning yonida turgan xo'jayinga hayron bo'lgan qiyofatda qarab, osta qadam besib keladi. Assalomu alaykum. Qandoq, omonmisan? Dedi qeyri qozoq shoirga yaqinlab kelib. Bola qozoq bo'lsa, cho'nglar qandoq omonlasharkan degandek hangmi qib qarab turadi. Yaxshi, o'zingizlar, mol chorvangizlar omonmi? Qaydan keldingizlar? Bir oz soda qilayli deb, sendan kelib edik. Sodanglar bitdimi? Qayda? Mana endi yetib keldik. O'zing nima qilib o'tirding? Ko'rmaganni ko'ray, bilmaganni bilay deb o'tirdim. Yaxshi, o'zing bir jindi sartqo. Ma u xo'jayinning tilini bilamsan? Ozpas so'zlashalayman. Hoy, yaxshi gap-ku. Xudo bagin ekan qo'y. Til bilmaganga bosim qotib kelib edim. Shukr. Xudosini yetkizdi qo'y. Sanga esam, sendan yo'shirin tutadigan sirimiz yo'q. Biz degan qirdalada yuradigan odamlarmiz. Chari mollarimiz ko'p. Biz shu mollarimizni yirtqichlardan saqlaymiz. Go'yi vaqtlarda an qilamiz. Bu ishlarning hammasiga o'q-to'ri kerak. Topalisa bir oz o'q-to'ri sotib, olayli deb kelib edik. Til bilgandan keyin xo'jayin bilan so'zlashib bersanchi. Shoir ularning talabiga binoan xo'jayin bilan so'zlashib, o'q-to'ri elishib berdi. U chaqlarda bu yerdagi tikimchixonalarning hammasidala setiladigan o'q-to'ri bo'ladi. Chunki bu do'konlar Jangjun yamulig'iga yaqin bo'lg'achqa, cheriklar bir-birining o'q-to'rilarini o'g'irlab chiqib, oshu do'konlarga o'tkazadi. Do'kon xo'jayinlari bo'lsa, yo'li kelganda chorvachilarga qimmat bahoda setib, asli egasiga ozg'ini pul berib, o'zlari ko'p foyda oladi. Shoir qozoqlar bilan birlikda do'kondan ayrilib, g'arb tarafga mangdi. Tavus tilib setayotgan do'qmishga kelganda, bola qozoqning tavus yegisi keldida otisiga, "Cho'ldab ketdim. Bola deganni qo'ychi. Uyga borganda obdan choy ichsang bo'lmasmidi?" dedi chal bolasiga ho'miyib qarab. Ondan berib tavusdan birini setib oldida shu yerda tildirdi. "Kel mulla, tavusja", dedi chal shoirni taklif qilib. Ular birlikda o'ltirib tavus yeyishayotganda Jangjun yamulining shimoliy tarafidagi do'nglikdan, ya'ni shu vaqtlarda siyosiy qonun maktabi o'sha do'nglikda edi. U yerdan o'q ovozi anglandi. O'q ovozi bir ulg'ayib, bir pasiyatdi. Hamma odam quloqlarini ding tutib, diqqatini shu tarafga markazlashtirdi. Dal shu chaqda bosh qismi yaralanib qonga milangan bir cherik huduqqan holda yugurib kelib, Jangjun yamulining g'arbiy temidagi kichik eshikka keldi. U yerda yamoqchilik qilayotgan cherik darhol o'rnidan turib, eshikni ochib bergandan keyin yarador cherik yamul ichiga uchqandek yugurib kirib ketdi.
Uning keynidilla ikki qo'lida ikki tal tapancha tutgan bir cherik, puti yaralangan yana bir cherikni yo'lashtirib kelibla, heliqi eshikdan yomul ichiga kirib ketdi. O'q ovozi anglanib turadi. Nima vaqa bo'lganligini hech kim bilmaydi. Ko'chalarda potparaqchilik avj oldi. Do'konlar etildi. G'oltakchilar orqa ko'chalar bilan quyruqini tikib etishdi. Shahar ichida o'ltiradigan aholilar o'z uylariga kirib, eshik to'nliklarini taqashdi. Shahar ichida uy yo'qlar bo'lsa, Oqquvuq va Terakbut tarafdagi darvozaga qarab oqatdi. Abduxoliq Uyg'ur qozoq hamrohlari bilan Oqquvuqqa yetib kelganda, o'q ovozi Janjun Yomuli tarafdan anglanishga boshladi. Hamma odam o'rkigan kiyikdek ko'zlarini parqirtib, o'q ovozi anglangan tarafga qarashatdi. Sepil darvozalari zanjiri uzunroq qilib taqalgan edi. Odamlar darvozadan bir-birlab qisilib chiqishga to'g'ri keladi. Xurjuniga o'q-dori qachilab olgan qozoqlar birari kelib xurjunda nima bor deb surishti qilib, chatoq salmasin deb qo'rqachqa, hech nimaga qaramasdan oldirab chiqib ketishgan edi. Abduxoliq Uyg'ur sepil ichidan ulardan xeyli keyin chiqqan bo'lsa-mu, do'nko'rikka salomat kelib oldi. Bu vaqa shu kuni kechda oydinlashdi. 1928-yili 7-iyul Rossiya siyosiy qonun maktabining 2-qaror o'quvchilari o'qish bitirgan edi. Shu munosabat bilan o'tkazilgan o'qish bitirish murosimiga Yang Zingshin boshliq harbiy ma'muriy amaldorlar va Sovet ittifoqining Urumchida turishliq konsuli xonimi bilan taklif qilingan edi. Yang Zingshin siyosiy qonun maktabini o'ziga sodiq amaldor yetishtiradigan maktab deb tushunadi. Shunga u bugungi murosimga xushallik bilan qatnashib, 2-qaror o'qish tugatgan o'quvchilar bilan yuz ko'rishdi. U bu ziyofatda biror voqeaning yuz berishini, xorijiy mahkamasining boshlig'i, qo'shimcha harbiy ishlar boshlig'i Fayyonan bilan siyosiy qonun maktabining ilmiy mudiri Jang Chongshining o'ziga suiqasd qilishini xiyoliga keltirmagan edi. Murosim intayin dag'dug'liq o'tkazildi. O'quvchilarga shahodatnoma tarqatilganda jang chelinib, chavaklar urilgan edi. Murosim oxirlashib, ziyofat boshlanish oraliqida siyosiy ishlar noziri Jinshurin muhim ish bor deb oldin qaytib ketdi. Qolgan mehmonlar ziyofat uyidagi 3 jo'ziga bo'linib o'ltirishdi. Bu chaqda Jang Chungshi Yang Zingshinga favqulodda hurmat ko'rsatdi. Ziyofat rasmiy boshlanganda Fayyonan tashqariga chiqib, Yang Zingshinning muhofizatchi askarlariga oliy hurmat bildirib, ularni ayrim uyda mehmon bo'lishga, hatto miltiqlarni tashqariga tiklab qo'yib, xotirjam tamoqlanishga o'rinlashtirdi. Birinchi jo'zada Yang Zingshin Doluyjang, ya'ni Bergada boshlig'i Du Farong qatorliq mehmonlar bilan Xanzu tili muallimlari o'ltirgan edi. Ikkinchi jo'zada Sovet konsuli va uning xonimi Fayyonan, Jang Chongshilar o'ltiradi. Qo'rimlar keltirilib, qadahlarga haroq qo'yilgandan keyin Jang Chongshi o'rnidan turib qadah so'zi qildi. Jangjun janoblari, Lujang janoblari, konsul janoblari, hurmatli xonim oliylari, bugungi oddiy ziyofatimizga ishtirok qilgan barliq aziz mehmonlar. Men hammalarini maktabimizning faxriy mudiri Yang Jangjun janoblarining salomatligi va tuman yil yashashi uchun qadah taklif qilaman. O'rnidan dasturib qadahlarni egiz ko'targan mehmonlar Yang Zingshinga xuddi optopparast quyoshga boqqandek qarab, oliy hurmat ko'rsatdi. Buningdan mamnun bo'lgan Yang Zingshin mehmonlarga tekshi nazar tashlab, hurmatni qabul qilganligini bildirgandan keyin hammaylan birlikda qadah bo'shatdi. O'ltirib qo'rumi yeb, haroq ichishga kirishib ketdi. 63 yoshli qeri Jangjun haroqdan 2-3 qadah ichibla Du Farong bilan Gaoxing o'ynadi. Yang Zingshin o'yinda asosan uturmaydi. To'liroq utib, boshqalarga haroqni ko'proq ishkizib yetadi. Gaoxing o'ynashda ham ziyrak, ham quv odamning boshqalarni ko'proq utib elishi muqarrar. Yang Zingshinning Gaoxing o'ynab boshqalarni ko'proq utganligidan ziyrak ham quv ekanligi mana men deb ko'rinib turadi. Ziyofatning boshlanganiga chorak soat bo'lgan bo'lsa-mu, lekin qo'rimlar to'liq chiqib bo'lolmagan edi. Yang Zingshin qo'rimlarning chopsonroq chiqishini, o'zining harbiy maktabga boradigan ishi borligini aytgandan keyin Jang Chongshi sirtqa chiqib xizmatchilarga qo'rimlarni tezroq chiqarishni buyurib qaytib kirdi. Qandaq bo'ldimi?
tayyor bo'ldi. Fanyovnan darhol o'rnidan turdi-da, qo'liga qadahni elib, Sovet konsulining qadah so'qishtirishga taklif qildi. Konsulmu o'rnidan turib qadahni elishiga Yang Zingshinning orqa tarafidan bir xizmatkor uning romkasiga haroq quymoqchi bo'lgan ko'rinishda kelib, uni topancha bilan otdi. O'qning kuchi bilan o'rnidan dasturib ketgan Yang Zingshin qandoq ish bu deb chekchiyib turishiga yana bir pay o'q etildi. U yerga yiqildi. Tu Farongmu bir pay o'q bilan yiqildi. Yan Yushu o'q tegishi bilan tang yolg'ondan o'lgan bo'lib elib, Yangning jasadi yeniga yetib oldi. Ziyofat zalidan chiqqan o'q ovozini olgan Yang Zingshinning muhofazachisi Kaoliendo uchqandek etilib kirib, o'z badani bilan Yang Zingshinni qo'g'dab qolmoqchi bo'lib edi. Fayyovnan orqama-orqa 3 pay o'q etib, uni o'ldirdi. Muhofazachilarning talog'i tiklab qo'ygan miltiqlarini o'ktichilar allaqachon yig'ishtirib olgan edi. Әмділі qadahlar so'qishtirilib, qizg'in, ko'ngilli kayfiyatga to'lgan ziyofat zali ko'zni yumib ochqucha janggohga aylangan edi. Mehmonlar, o'quvchilar va quroldan ayrilgan askarlar taraf-tarafga qechishgan edi. Fayyovnan bilan Jang Chungshilar Yangning jasadiga yana 2 pay o'q etib etib, ondan uning yenini oqtirib ochquchlarni olgandan keyin o'z odamlarini agishtirib, Jangjun yamuliga qarab uchqandek yurib ketdi. Bular yetib barganda Fayyovnan harbiy ishlar noziri bo'lganlikdan darvozada turganlardan hech kim to'smadi. Ular to'p-to'g'ri 3-zalga bostirib kirib, shu kunki navbatchi Yang Chingtiandan tamg'ini tortib oldi va bir odamini buyurib maslahatlashadigan muhim ish bor deb Jinshurinni chaqirdi. Lekin Jinshurin kelmadi. Jinshurin Fayyovnanning qaytib kelishidan gumonlanib, yurtdoshi Jang Peiyuanga agar ziyofat oxirlashgan bo'lsa, oldi bilan Yang Zingshin qaytib kelgan bo'ladi. Fanyovnaning qaytib kelganiga qaraganda bir vaqa chiqqan bo'lishi mumkin. Davatqonning ustiga naq maydondan qaytib kelgan bir askar kirdi-da, ahvolni doklad qildi. Jinshurin darhol harakatga kelib, bir bo'lib muhofazachi cheriklar bilan 3-zalga qurshab hujum qildi. Jang keskin bo'ldi. O'lgichi Duluyjangning o'g'li Dujigu bir batalyon askar boshlab kelib, otamning qisosini olaman deb jangga qatnashdi. Fayyovnanning 10 necha kishilik guruhi bir qancha 100 cherikning hujumi ostida o'ng'ayli tarmor bo'ldi. Uning odamlaridan bir munchisi o'ldi. Bir munchisi tirik qo'lga tushdi. Shu qatorda Fayyovnanmi qo'lga tushgan edi. Uni so'roq qilmayla naq maydonda etib tashlashdi. Jang Chungshini qilich bilan chepib o'ldirdi. Shu kuni 2-3 soat davom qilgan jang shu taqlidda oxirlashdi. 11-bob. Shu kuni Abduxoliq Uyg'ur peshindan keyin tikimchi xoniga kelganda tikimchi ustam cho'chib, "Nima yurdingiz? Shahar ichida. Nima? Rostli shahar ichida yurdingizmi? Bu ma'lumotchilikda shahar ichida nima qilardingiz? Qanday zarur ishingiz bo'lg'aydi?" Fanyovnan bilan ko'rishay deb kirgan edim. Bundaq vaqa chiqishini kim o'ylagandaysiz? Ko'rishmagan bo'lg'aydingiz? Jangjun yomilining oldiga berib, bir soat o'tmayli bu vaqa chiqdi. Men ko'rishadigan Fanyovnanmi o'ldi? Mustabid Qiri Jangjunmi o'ldi? Bu jahon yana qoldi. Bu gapcha Yang Zingshinni sizli lahatga yo'lib o'tib chiqibsiz-da. Uning o'lgani yaxshi bo'ldi. Qizdaloq to'limi haddidan eshib ketgan. Shoir tikimchi xonada o'ltirib o'zining shahar ichida ko'rganlarini tafsiliy so'zlab chiqdi. Do'kondagilar jimjit o'ltirib anglab hayajonlanishdi. Qiri Jangjunning o'lganiga hammaylar degudek xush bo'lishgan edi. Har qancha heligar tulkimi tumshiqidan ilinmay qolmaydi degandek, Qiri Jangjunmi o'zi qurgan to'zoqqa tushib o'ldi. O'tni olam degan shu, qisos degan shu. Bu zolim ko'ziga qadalgan odamlarning hammasini heli nayrang, suiqas, choy ziyofatga chaqirish yo'li bilan tugatgan edi. Oxirgi kelib, o'zimi choy ziyofat ustida o'ldi. Qisos o'ti tutdi degan shu emasmi? Shaharni kuchli g'ulg'uli qopladi. Bugungi voqeadan xushal bo'lganlar o'zaro g'ulg'uli qilishib vaqt o'tkazadi. 17 yil hukmronlik qilgan zolimning birdili yo'qolishi kishini xushal qilmaydi demsiz. Mutlaq ko'p sondagi aholi zolimning o'lganiga xushal bo'lishgan edi. Lekin parishon bo'lganlarmi bor edi. Yang Zingshin hokimiyati davrida mansabdor bo'lganlar, har jihatdan manfaat topganlar xuddi do'ppisidan jigdisi to'kilib ketgandek parishon bo'lib, qosh qopiqqa selingan. Go'yo xomyoq ichib olgandek beshi qiyib,
qo'ygan tutqinni bilolmay gangirab qolgan edi. Ular buningdan keyin o'z taqdirining qanday bo'ladiganligi to'g'risida qattiq andisha qilishadi. Boylar, cho'ng-cho'ng savdogarlarmu puti ko'ygan to'xudek tipirlashib, bir yerda tura olmaydigan bo'lib qilishgan edi. Chunki ularning butun tijorati hukumat yoki Yangzingshinning o'zi bilan bevosita bog'lanadi. Hatto ba'zi mansabdorlar bilan sherik edi. Ular vaziyatdagi o'zgarishga qarab, buningdan keyin tijoratining qanday bo'ladiganligidan andisha qilishib, o'zlarini qo'yadigan joy topolmay qilishgan edi. Mansabdorlarga tayinib, bankadan ko'plab qarz elib o'ginib qolgan tijoratchilarmu o'z ishidan ansirishadi. Mundaqlar o'z ishini ilgirgi iziga selishning ko'yida ko'yib pishib yurishadi. Shoir do'kondan chiqib o'z hujrasiga kelganda sham vaqti bo'lib qolgan edi. U chiroq yoqib kitob ko'rmoqchi bo'ldi, lekin diqqatini yig'olmadi. Chunki uning kollasini taksiz xiyol, haddidan ziyoda xushalliq va hayajon chulg'ib olgan edi. Xinjiangning siyosiy markazida bo'lgan o'zgarish kichik ishmi? Qeri Jiangjun o'ldi. Uning o'rniga Jinshurun hokimiyat beshiga chiqdi. Bu yerda bir yo'chuq ko'ringanda qiladi. Bu oraliqdagi fursatda maktab ochqili bo'lar deydigan umidvor xiyol uni ko'p o'ylantiradi. Yangi echilgan maktab, bas-basda o'qiyotgan bolalar, qiz o'quvchilar bilan birga o'tirgan Mahbubi Oyimxon, uning xushalliq jilva qilgan go'zal husni, har xil madaniy faoliyatlar, ommaning uyg'onishi, ularning xushal-xuram hayoti, maktablarni himoya qilishi, yana nurg'un go'zal manziralar, shirin xiyollarga berilgan shoir go'yo ko'kda parvoz qilayotgandek hayajonlanadi. Kechadan tuzuk uxlamagan bo'lsa-mu, atisi o'rnidan yenik turgan shoir noshtadan keyin ko'chaga chiqdi. Shahar garchi oldingi kunga qaraganda bir oz tinchib qolgandek ko'rinsa-mu, lekin darvozalarning to'liq ochilmaganligiga qaraganda yanada vahimadan xoli emas edi. Ko'cha do'qmishlarda to'plangan odamlar qandoqdir bir vahimalik ish to'g'risida so'zlashayotgandek surilib ko'rinadi. Ular pat-patla bir nimadan urkigandek qo'rqinch ilkida sepil tarafga qarab qo'yishadi. Qandoqdir bir ovozni anglamoqchi bo'lib-atgandek shahar ichi tarafga quloq selishadi. Ularning bu xil ko'rinishlardan yuraklarining texi joyiga tushmaganligi bilinib turadi. Sepil ustida yurgan qora-quri cheriklar, darvoza ustidagi ravaqlarga o'rnatilgan zambaraklar qandoqdir vahimaning tugamaganligidan derak beradi. Faqat tushga yaqin oqquq cho'ng echib etildi. Aholi endi nima bo'ladiganligini tepishmoq tariqasida g'ulg'ula qilishayotganda shahar ichidan chiqayotgan piyoda askarlar sepi ko'rindi. Bu askarlar Nanyingfangda turadigan Jiang Donglangning askarlari bo'lib, tunugun voqea chiqqanda shaharni muhofazat qilish uchun shaharga kirgan edi. Ular kechichi ko'zatchilik qilib, bugun vaziyat tinchlangandan keyin o'z gazarmasiga qaytish uchun mangan edi. Askarlar ishkisa bo'lib ko'chaning ishki qasniqida miltiqlarning uchini yerga qaratib keladi. Yo'lning o'ttirisida bo'lsa, oldi keyni muhofazatchilar bilan himoya qilingan bir mapi keladi. Mapida Jiang Dongling o'ltirgan edi. Ko'chaning ishki chetida tomosha ko'rgichi shahar aholisi borgancha ko'payishga boshladi. Ro'za hojining masjidi, Oq masjid, Tatar masjidi qatorliq joylarda aholi texmi ko'p to'plashgan edi. Jiang Dongling mundaq joylarga kelganda to'xtab, mapining oldiga chiqib o'ri turib, Yang Jiangjun suiqasdga uchrab olamdan o'tdi. Suiqasdchi Fan Yaonan Jiang Chongxilaga naq maydonda o'lim jazosi berildi. Jin Tingjang hozir Yang Jiangjunning o'rnida tamg'ini qo'liga oldi. Yurt tinchlandi. Puhralar xotirjam bo'lsin. Har kim o'z o'qitini qilsin. Pitni eg'volarga quloq solmasin. Agar kimki pitni eg'vo to'ldirib, jidal majra chiqaradigan qattiq jazolanadi, deb jar soladi. Jiang Dongling Hanzu tilida so'zlaydi. Uning gapini tushunmagan aholi ancha-muncha Hanzucha biladiganlardan so'rab anglashadi. U 3-4 yerda to'xtab aholiga so'z qilib o'tib ketgandan keyin g'ulg'ula birdili jimib qoldi. Ko'chalarda ushshaq tijoratchilar, baqqollar paydo bo'ldi.
Do'konlar ochilib, savdo setiq boshlandi. Bir vaqtda shahar ichidan bir to'p kishi chiqib keldi. Bu kishilar e'lon chaplashga chiqqanlar edi. Chelakda shilim ko'tarib olganlar oldida mengib, tamloqa ishik qanotlariga shilim suratdi. Keyingileri e'lon chaplaydi. Ular oldi bilan shahar darvozasining ishki qanotiga ishki parcha e'lon chaplagandan keyin ondan bu taraflarga chaplashga boshladi. E'londa Yang Jangjun ziyonkashlikka uchradi. Suiqasd qilguvchi Fayyovnan Jangchungshilar qo'lga tushib, naq maydonda etib o'ldirildi. Jin Tingjang alohida xizmat ko'rsatdi. Ixtilofchilarni bostirib, o'lkilik hukumatni tartibga soldi. Tamg'ini o'z qo'liga elib, o'lka raisligini ustiga oldi. Har qaysi viloyat nahiyalardan ombollar, har darajalik harbiy ma'muriy amaldorlar, askarlar, puhralar xotirjam bo'linglar. Ilgari qandoq ish qilgan bo'lsanglar, buningdan keyinmi shundoq ish qilinglar. Pitni ig'volarga quloq solmanglar deb yozilgan edi. Abduxoliq Uyg'ur bir to'p xalqqa e'lonni ikki qaytim o'qib anglatgandan keyin orqaga chekindi. Jinjoshi chaqqan kaptida, dedi anglag'uvchilardan biri istihzo oralash kulimsirab. Bozor chaqqanning. Buni o'tidi. Kimdan qanmagan yamol bu? Ko'pchilikning har bir eg'iz gapi Abduxoliq Uyg'urga qattiq ta'sir qilyotdi. Ular odatdagi chaqchaq gap bo'lmasdan, balki xalq inkosining javhiri sifatida shoirning diliga o'rnayotdi. Dal shu chaqda shahar ichidan bir yosh bola chiqib keldi. To'pning uduliga kelganda uni taniydiganlardan biri: "Nuraxon, kash qolgan bozorchidak aldirab menibsan-ku, nega mangding?" Shehidlikka. Koni shehidlik hozirgi Xonjin ko'chasi bilan kitobxona oralig'idagi do'nglikda edi. Jangjunga shamgir ko'laydamsa, biz u yerga qo'ymaymiz juma. O kishi bordigan yeriga berib bo'ldi. Men boshqa ishga ketyapman. Qanday ishqa? Dadam rahmeti o'lish oldida bir vasiyat qoldirgan edi. Shu vasiyatni ado qilishga ketyapman. Ha? Qanday vasiyat u? Bizmi anglab qolayli. Dadam o'lgicha, dadam jon uzish oldida vasiyat qilib, "Balam, bu Makkar Qeri Jangjunning o'lginini ko'ranmay o'lib ketadigan bo'ldim. Esingda bo'lsinki, u qachon o'lsa, shu kunini qabrimga berib, Qeri Jangjun o'ldi deb 3 qitim varqirab qo'ygan. Men xotirjam bo'lay degan edi. Shu ishga ketyapman." Nuraxun shundoq debla oldirib ketib qoldi. Uning bu so'zi kishilarni hayron qoldirgan edi. Ko'pchilik yana g'ulg'uli qilishga boshladi. Abduxoliq Uyg'ur g'ulg'uliga zam qo'yib quloq soladi. "Ya Alloh, bu Qeri Jangjun butun iqlimni o'ziga o'sh qilib atgan ekan. O'shraxun akamning o'shmanligi boshqa yerda. U nocha odam edi. Na bahor vaqtida Seyit Nochi bilan birga yuribdi ekan. Ilxoda Yangmaza, ya'ni Yangzan shuning inqilobiga qo'shilib, Seyit Nochi bilan birlikda Ilxoning darvozasini pashvoda ochgan ekan. Ha, Seyit Nochini o'ldirib atganiga ochiqi kelgan ekanda. Ha, yolg'iz Seyit Nochi g'ili emas. Elida inqilob qilgan neni yaxshi odamlarni Yang Jangjun degan hiylagar to'zoqqa dastib o'ldirib atganga O'shraxun bak xafa bo'lib yuratdi. Rosa ochiqi kelganda, "Xap to'xta, sen xumparning bir qo'shiq qilini ishmaydigan bo'lsam" deb, oppoq soqolini silab titrab ketardi. Rahmatlikning umri qisqa kep qoldi-da. Yana 1 yil umr ko'rgan bo'lsa ko'ra ekan. Qachon o'lib ketdi? Bo'ltir mushu kunlarda. Bu odamning qilgan vasiyatiga qaranglar, nima degan ma'nili ekan? Shoirga O'shraxunning vasiyati qattiq ta'sir qilgan edi. Dunyoda xalqqa jabr zulm qilgandan ortiq la'natlik ish bo'lmasi kerak dedi shoir o'z-o'ziga. O'shraxunning vasiyati Yangzingshin hukmronlik qilgan 17 yil mobaynida zulmga uchrab o'lgan minglagan, 10 minglagan xalq ommasining vasiyatlariga vakillik qiladi. Buningdan Yangzingshinning naqadar zolim, naqadar hiylagar va yovuz ekanligini, uningga xalq ommasining tish tirnoqigacha o'ch bo'lib ketganligini tushungili bo'ladi. Shuning uchun O'shraxunning vasiyati yolg'iz Yangzingshinning dardida o'lganlarning emas, hozirgacha azob chekayotganlarning esyon qarana orzu umidlarini aks ettirib beradi. Abduxoliq Uyg'ur Urumchida yana bir qancha kun turib qoldi. Siyosiy vaziyatda biror yangilik bo'larmikin? Yangzingshin davridagi mustabidlik, jaholat, nodonlikning o'rniga jumhuriyat, xalqchilik to'g'risida biror gap so'z chiqarmikin deb o'ylagan edi.
Ammo jamiyatda bo'lib o'tgan ishlarga qaraganda Jinshurun hamma ishni yana shu koni izg'i silib, o'z hokimiyatini mustahkamlayotganda qiladi. Ko'ch-ko'ylarda paloni amaldor Jinshurunning putini quchoqlab yig'labdidak. Pustanchi amaldor nurg'un oltin so'g'i qipdidak degandek har xil so'z cho'chaklar eqib yuradi. Buningdan tashqari yanğan boylari kunda degudek atdiganda pochta xarvalariga o'ltirib shahar ichiga kirib ketadi. Kechda qaytib chiqadi. Ular shahar ichiga kirib Yanzingshinning bir oy davomlashadigan ta'ziya murosimiga daxil bo'lsa, eng muhimi Jinshurunning hokimiyat beshiga chiqqanligini tabriklashadi. Buni o'z ko'zi bilan ko'rib turgan shahar aholisi bu boylarni masxir qiladi va yaloqchilar deb tilashadi. Shoir Turponga qaytib kelgan kuni do'stlari uni qizg'in qarshi oldi. Shoirning oyig'i yarashdi. Bundaq bo'ldig'ini bilsak, shoirni necha yil burili Urumchiga avvatsak bo'pti-ku. Qiyri Jonjunni lahatga yo'lga silib etib ketdi. Do'stlar go'yo Yanzingshinni Abduxoliq Uyg'ur joylab etib kelgandek xushal bo'lib, og'ziga tegmay so'zlashadi. Namat xalpitimning bir gapi to'g'ri keldi. Deb so'z oldi Letip apandi misol bilan so'zlamoqchi bo'lib. Bir kishining ayoli tarsa ham so'qishqoq ekan. O'rik pishig'ida bir kuni bu ayol o'rik qoqaman deb o'rik chiqib, yiqilib tushib qazo tepibdi. Bu ayolni yuyib tarab yerlik qo'yib, 40 nazrni berib bo'lgandan keyin al-og'inlari loyiq tepib u kishini o'ylab qo'yibdi. Bu ayolning mijozi obdan bo'g'ashqa yarab qopdi. 2-3 kun o'tganda og'inlari yo'qlab kelib, qandaqroq mijozlaringlar kelishib qolg'idakmi deb ahvol so'rabdi. U kishi javob berib, mundaq bo'lishini bilgan bo'lsam, avvalgi ayolimni necha yil burun o'rik qoqtirg'ili chiqargan bo'larkanman debdi deb, Namat xalpitim bizni shundoq deb kuldirib atgan. Shuningga o'xshash, bundaq bo'lishini bilgan bo'lsa, shoirni necha yil burun Urumchiga avatgan bo'lardik. Al-og'inlar xushal-xuram ko'rishib, kulki chaqchaq qilishgandan keyin do'stlari shoirdan Urumchida bo'lgan voqeaning tafsilotlarini va boshqa ahvollarni inchikilab so'rashdi. Shoir u yerdagi ahvollarni, vaziyatda biror o'zgarish bo'lmagandan keyin qaytib kelganligini, amdi do'stlar bilan birlikda Turponda ish boshlamoqchi bo'lganligini aytib, yo'l ustida yozg'ash kelgan kichikini she'rni ko'pchilikka o'qib berdi. Qamlashmidi. Odimiy olmashdi-yu, yo'li tuzum olmashmidi. Jin deganning ishlari misqalchimu qamlashmidi. Yang o'lib topdi lahat, kelmamdikan jumhuriyat. Bermagan jumhuriyat bu ishlari qamlashmidi. Oti jinning o'zi jin, jinning kuni bo'lg'ay qiyin. E'tibori bir tiyin, qilgan ishi qamlashmidi. Abduxoliq nari tart, ani qalqan ani at. Uxlab yetish bak o'yat, jinning ishi qamlashmidi. 12. bab. Hamdulla Alam Axunum o'z mehmonxonasida kitob ko'rib o'ltiradi. Tashqaridan 2 mehmon salom berib kirib keldi. Mehmonlarning biri Abduxoliq Uyg'ur, yana biri Letip apandi edi. Axunum mehmonlarni o'rnidan turib, alohida iltifot bilan qarshi oldi va besatga taklif qildi. Yo'qroq. Tatilmay yo'qroq o'tiringizlar. Mehmonxonaga rangi o'ngan 2 parcha cho'ng gilam tashlangan. Uning ustiga tam yoqilitib, uzunchoq baqasam ko'rpalar selingan edi. Mehmonlar yuqorilab o'tirgandan keyin Fatiha qilib, Axunumning salomatlik ahvolini so'rashdi. Hamdulla Alam Axunum shu yillarda Turpon tavasida eng nupuzliq, eng inovatlik mo'tivar edi. Bu hurmatli kishining mehmonlarning savol so'roqlariga ochiq yo'riq javob berganligi, cho'ng iltifot ko'rsatganligi hisoblanadi. Uning munda xush muomilalarga qarab kaypichoq ekanligini bayqagan mehmonlar mamnun holda o'z mudaolaridan yuraklik so'z ochdi. Xalqning zarur talabi vajidan o'zlarini avor qilib kelib qoldik. Voy, yaxshi gap. Yurt ichida uzundan beri ma'rifatni yo'lga qo'yish to'g'risida gap so'zlar bo'lib kelyotdi. Buningdan o'zlarining xabari bor. Bu yaqindan xalqning ma'rifatga bo'lgan talabi texmo kuchayib, maktab ichishga to'g'ri keldi. Necha yildan bu to'g'rida eg'iz ocholmaydik. Hozir xalq ancha ehtiyot qilmayla talab qiladigan bo'ldi. Bu ishni Axunumning samiga salg'ach, yo'l yo'riq so'rab kelishimiz. Yaxshi gap-ku.
maktab echish, maktab nurini chechish yaxshi ish. Dunyoda buning oldiga o'tadigan yaxshi ish bo'lmasa kerak. Shundoq, dunyoda ilm ma'rifatning oldiga o'tadigan narsa yo'q. Afsuski, bu ishlarimiz to'liq ko'p to'sqinlikka uchirgan. Yang Zingshin bu ishlarimizga butun kuchi bilan to'sqinlik qilib kelib edi. Maqsadiga yetolmay, oxir halok bo'ldi. Endi ish jinshurinib qoldi. Bu qanday qila? Ali inakning mo'zi chala qo'yroq. Shundoq. Buni o'xshash xuy qiladi, lekin xuy qiladi deb dömbisiga yuk ortmasak, biz yuraksizlik qilgan bo'lamizmi qandaq? Bu to'g'rida o'zlaridan maslahat so'rayli deb edik. Har qaysingizlar qaramliq bilan ish ko'ramiz demakchimi? Oxunim qo'llaydiganli bo'lsa, har qanday ishga tavakkul qilamiz. Hamdullah alam oxunim ilmiy chunqur, bilimi doirasi keng, taliblarga qattiq talab qo'yadigan kishi bo'lib, o'qishda yodlashni emas, balki tushunib o'qishni. Shuningdek, taliblarning biror qobiliyat, hunar egisi bo'lishini quvvatlaydi. Taliblarga hunar bilmasdan, xos diniy o'qish bilan qolsanglar, tamaxur bo'lib qolasizlar deb tarbiya beradi. O'zi duogo'ylik qilmaydi. Sadiqi ihsonga qiziqmaydi. Mudarrislik qilgandan tashqari, dehqonchilik, bog'vanchilik ishlari bilan shug'ullanib, qo'shimcha kirim qiladi. Bu xususiyatlar bilan u Turpon tavasida oliy hurmatga ega edi. Bu o'lima fanni o'qish jihatdami muayyan ijobiy ko'z qarashga ega edi. Shunga mehmonlar uni ko'ngliga xo'p keladigan fikrlar bilan xush qilmoqda edi. Qashqar tarafda chujining shumliqidan to'g'oning amchiga yo'q deydigan tamsilni ko'p qo'llandi. Bizning to'li ishlarimiz o'zimizning shumliqidan hujjatga chiqmaydi. Agar hammamiz bir niyat, bir maqsadda hamkorlashgan bo'lsak, ma'rifat ishlarimiz xeyli rivoj topgan bo'lar edi. Bizda ma'rifat ishlari xeyli burun boshlangan. Maqsudboy Mingoning 2-yili Ostonada ochgan Maqsudiya maktabi keyingi yillarda Cho'chak, Guchon, Urumchi, Turpan, G'ulja, Qashqar, Kucha, Otish qatorliq joylarda ochilgan yangi maktablar ayni chog'da xeyli gullangan edi.